Zikr 9X yoki yaqinda taqdim etilgan Li L9 Livis mashinalarni hozir ko'rib chiqamiz. Siz esa Uzcars-ga obuna bo'lib turing. Bugun Xitoyning eng texnologik va eng qimmat crossoverlardan ikkitasi bir-biriga qarshi chiqmoqda va eng qizig'i ular bir xil narx segmentida joylashgan. Li L9 Livis narxi Xitoyda 75 mingdan 82 ming dollargacha, Zikr 9X esa taxminan 65 ming dollardan 84 ming dollargacha. Lekin xarakterlari mutlaqo boshqacha. Li L9 Livis bu komfort, uzunligi 5.25 metr, 6 o'rinli salon, katta ekranlar, oilaviy sayohatlar uchun yaratilgandek. Elektr rejimda 340 kilometrgacha yura oladi. Umumiy yurish zaxirasi esa 1400 kilometrdan oshadi. Zikr 9X esa kuch va texnologiyaga urg'u beradi. Top versiyada quvvati 1381 ot kuchigacha yetadi. 0 dan 100 km/soatgacha atigi 3.1 soniyada tezlashadi. 900 voltli platforma va ultra tezkor quvvatlash tizimiga ega. Va endi eng qiziq savol: agar ushbu ikkita mashinani kalitlarini sizga tekinga berishsa, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Li L9 Livismi yoki Zikr 9X nimi? Fikringizni izohlarga yozing.